Assalomu alaykum. Men Rahimjon Masal Namangan viloyati Kosovo tumani Barkamol avlodlar maktabining kompyuter grafikasi va dizayn to'garaga asosman. Men bugun sizlarga Photoshop dasturida parfumeriya mahsulotiga o'zgacha dizayn berishni o'rgataman. Va biz boshladik. Buning uchun biz Photoshop dasturiga kirib, Ctrl N yordamida sazat qilib olamiz. Santimetr bo'yicha balandligini 20, enini esa 30 qilib list yaratib olamiz. Listimizni Ctrl J yordamida ko'paytiramiz va ko'paytirgan listimizga palitradan rang berib olamiz. Rangimiz atirga moslashishi uchun pushti rangni beramiz. Rangni berganimizdan keyin instrumentlardan ellips shaklini olamiz va bu bizga atirga pastavka vazifasini bajaradi. Buni Ctrl J yordamida ko'paytiramiz va bunga bundan ham ochiqroq rangni beramiz. Ctrl J yordamida yana bitta ko'paytiramiz va bundan ham ochiqroq rang beramiz. Rang berganimizdan keyin atirga pastavka tayyor. Endi biz fayldan teng formatdagi atirni olib Photoshopga tashlaymiz. Buni shift yordamida kichiklashtiramiz. Yana gulni ham teng qilingan holda Photoshopga tashlaymiz. Gul va atirni qabul qilib olamiz va gulni atirni orqasiga olamiz. Keraksiz joylarni lastik, ya'ni o'chirg'ich yordamida o'chirib tashlaymiz. Gulni Ctrl J yordamida ko'paytiramiz va buni aylantiramiz. Aylantirganimizdan keyin esa fonga o'tib, Keys instrumentiga kirib, palitradan rangni oq qilib, instrumentlardan biz shakllardan quruq shaklini yasab olamiz. Yasaganimizdan keyin bunga gradient beramiz. Gradientimizga pushti rangni beramiz va stilni radialni qilamiz va invert. Buni ham qabul qilib olamiz va biz bunga soya beramiz. Buning uchun Keys instrumentiga kirib, rangini qora qilamiz. Soya berib olamiz. Soya berib olganimizdan keyin soyani soyani bitta qilamiz ya abidini sloy qilamiz. Buni Ctrl J yordamida ko'paytiramiz. Ko'paytirib Shift yordamida kichiklashtiramiz. Yana Ctrl J
Yana bitta kontrolchi yordamida ko'paytiramiz va buni yana kontrolchi yordamida ko'paytiramiz. Ko'paytirganimizdan keyin buni shift yordamida kichiklaştiramiz. Xuddi shu ko'rinishga keldi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna va like bosishni unutmang.